Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi yana bitta proyektimiz Shvetsiya poytaxti Stockholmda manzarani qaranglar. Xo'p, buni o'tgan safar ko'rsatgan edik. Butlarga hammasiga yo'lchining parket qo'ydi. O'sha yana aytgandek, Karlsonning uyi ham bitta. Hop, patelolarni ko'ryapsizlar. Juda ham bir ajoyib. Xo'p, bu yerga biz yo'lchining parket qo'ydi. Xo'p, endi mana bitta xonamiz bor. Mana tepani ham shlipovka qildik, ko'rsatib qo'ydik. Bu bolalar uchun juda ham bir ajoyib yotoqxona deydimi? Shunaqa qilib qo'yishgan. Hozir bu yerga ham beramiz. Xo'sh, pure hortvax olyamizda. Xo'p, bu xonamiz ham o'sha bo'ldi. Bu yerga hammasiga yo'lchining paket qo'yib berganmiz. Tepada videolarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerga ishlatayotganimiz Saykos 3308. Bu ustiga xaddaresi, ya'ni xaddariga qanaqa quyosh tushganda sarg'aytirib olmaydi. Shunaqa mahsulot uyiga shuni tanlagan Saykos Germanskiy. Bu narsalarni Toshkentga zakaz qilishingiz mumkin. Toshkentga ham olib berishimiz mumkin bu narsalarni. Kuzat. Xo'p, xaddaresini qo'shamiz. Xudo xolasa bu quyoshga qarshi shu ishlatiladigan narsasi. Xo'p, mana bu pure hortvax bo'lamiz. Hortvax qilish jarayonlarimiz.